Nima ish qilyapsizlar sizlar? Hamma hujjatlarda kamchilik bo'lib yotibdi. Men shahardan komissiya bo'lib keldim. Yopamiz ishxonalaringni. Endi komissiya aka ish bor joyda kamchilik xato bo'ladi. Biz buni to'g'rilaymiz. Hozir bitta abet qilaylik-a? Abet prichom aytdi hujjatlarda hammasida kamchilik bo'lib yotibdi-ya. Kamchilikni to'g'rilaymiz, shepim. Mehmon bo'lib keldingiz, mehmon otangdek ulug'. Bitta abet qilaylik. Joy aytib qo'yganman. Yopamiz, men yuqoriga svodka berishim kerak. Yopamiz. Yopilib ketsin shu joyi. Abet qilaylik, gaplashamiz. Ya kamchilik ko'pda aka, nima qilyapsiz siz? Hop, shepim, abet qilaylik, yuring. Yo, men sizni ishdan olishim kerak hozir. Oling ishdan abet qilaylik, shep. Qayerda abet qilamiz? Bitta zo'r joy bor. Yuring, shep. Oho, buncha chiroyli joy bu. Qanday joy bu? Olim polvon bu. Olim polvon? Sizlar menda sal uzoqroq yuringlar, ko'rganlar noto'g'ri tushunadi. Uzoqroq yuring. Bo'l. Kamchiliklar o'zi to'lib yotibdi. Oho, ovqatlari zo'r aka. Sal uzoqroq yuring dedim men sizga. Uzoqroq yur. Menga mana ovqatdan hech kim ko'rmasin, sekin. Xo'p bo'ladi. Sal uzoqroq yuring deyapman men sizga. Kameraga olyapti aytdi kimdir. Kim olyapti kamerani o'chirsin. Ben komissiya aka to'rdan. Komissiya demang. Shokir aka deng bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Lekin kamchilik rosa-ku. To'g'rilaymiz, abet qilaylik. Buncha zo'r beri. Qani, marhamat. Shokir aka, kamchiliklar yo'qmi? Kamchiligingiz to'lib yotibdi aka, nima deyapsiz? Bu o'sha mashhur olim polvonmi? Ha, o'sha mashhur olim polvon. Bu qazilari, surqazilari vobshe zo'r edi buni eshitdim. Komissiya, Shokir aka, buni qazilari, besh barmoqlari, hamma ovqatlarning mazasi zo'r. Ha, bular ro'zada ishlarmikan? Ha, ro'zada saharlik, iftorlik, kak palojni ishlaydi. Qani, qazidan olib ber akamga. Oling. Kamchiliklar yo'qmi? Sal kamchilik kamayapti. Aytdim-ku, tuzatamiz deb. Oling. Besh barmoq ekan ha. Ha, Shokir aka, bizda kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchilik vobshe yo'q. Super. Rahmat aka. Mana shu gapingiz kerak edi. Mana syomka qilib oldik. Bizda kamchilik bo'lmasa, endi bizga ruxsat. Yes kadr. Zo'r chiqdi mana shu. Sizlar noto'g'ri tushunyapsiz. Men olim polvonni aytdim, super deb sizlarni aytmadim. Ben o'chir zapsdi mujik bu. Yo'q aka. Bizda kamchilik yo'qmi deb aniq qilib so'radim. Siz yo'q dedingiz. Mana zaps bor. Endi bizga ruxsat. Zapsni o'chirma. Faqat qo'ydim. Nima qilyapsizlar? Mujik bo'linglar-ya. Nafsiga qul kimsalar balo bormidi abetga. Ya, men ham erkaklik ish qilishim kerak. Saboy soling hammasini, raz ketganga yarasha saboy olib ketaman, uyimga olib ketaman. Mana zaps bor. Endi bizga ruxsat. Zapsni o'chirma. Faqat qo'ydim. Nima qilyapsizlar? Mujik bo'linglar-ya. Nafsiga qul kimsalar balo bormidi abetga. Ya, men ham erkaklik ish qilishim kerak. Saboy soling hammasini, raz ketganga yarasha saboy olib ketaman, uyimga olib ketaman.